Salom, Arnold. Qanday qilib senga bunchalik ko'p pul tushdi? Nima, buyragingni sotdingmi? Yo'q, seni shunchaki tuzoqqa tushirishdi. Endi esa sen qamoqxonaga ketayapsan. Bu yerda norasmiy iyerarxiya bor. Eng ko'p hurmat qilinadiganlar bank omaruvchilar va jinoiy to'dalar boshliqlari. Lekin bu yerda qahramonlik qilishga urinish kerak emas. Hech bo'lmaganda bu yerda pul topa olasan. Eng ko'p maoshni Germaniya, Shvetsiya va Norvegiya qamoqxonalaridagi mahbuslar oladi. Masalan, Holden qamoqxonasida oyiga $1600 topish mumkin. Italiyada esa faqat og'ir jinoyatchilar ishlaydigan qamoqxona restorani bor. U yerda oshpaz hatto qamoqxona nazoratchisidan ham ko'p maosh oladi. Xo'sh, Arni endi qochish rejasini o'ylab ko'r. Faqat kameradan chiqish, o'nlab qo'riqchilarni yengish va chiqish yo'lini topish kerak. Reja ishonchli, go'yo shvetsar soatidek. Lekin boshqa yo'lni qidirganing ma'qul. Braziliyada muddatdan oldin ozod bo'lish imkoniyating ancha yuqori. Masalan, velotrenajyorda 16 soat mashq qilsang, bir kunlik jazo qisqaradi. Har bir o'qilgan kitob esa 4 kunni olib tashlaydi. Yana modali kiyimlar toqsang, har 3 kunlik ish uchun jazodan 1 kun ayriladi. Ustiga ustak buning uchun yana maosh ham olasan. Arni, bu gap senga. Pushti qizgish libos, mahbus qochishga moyil degani. Ehtimol, bu senga imkoniyatdir. Qani Arni, kalitlarni o'girla. Voy, endi muammoga tushding shekilli. Ayrim qamoqxonalarda mahbuslarning tibbiy sug'urtasi hatto qo'riqchilarnikidan ham yaxshiroq, yiliga $16,000gacha. Senga omad kulib boqdi, chunki bu qamoqxona juda xavfsiz emas. Ammo Florentiya qamoqxonasidan qochish mutlaqo imkonsiz. Kamera, 11x6, 5 fut, bronli eshik, betonli hojatxona va dush faqat vaqtli rejim asosida ishlaydi. Deraza 4 dyuymdan kichik. Mahbuslar bu yerda kuniga 23 soat yolg'izlikda o'tkazadi. Arni, sen qutulding. Endi o'ylab ko'r, kim seni tuzoqqa tushirdi? O'zlari seni topdi. Jin ursin.